O'zbekistondagi yirik temir beton mahsulotlari ishlab chiqariladigan zavodlardan biri Rivoj 98 ga yetib keldik azizlar. Hozir obzorini polniy Rivoj 98 ni ichkaridan, tashqaridan hammasini obzor qilib olamiz. Yaxshilab o'tirib, joylashib, choy poylar damlab tomosha qilishingiz mumkin. Qani operator ketdik. Ketaveramiz. Ko'rib turgan bo'lsalaring, mana bu tarafimizda masjid joylashgan. Bu xodimlarimizga yanada qulay, maza qilib namozlarni o'qib, bemalol ishlarini davom ettirishadi. Ma'lumot uchun, manzilimiz Farg'ona viloyati Vodil shaharchasida joylashgan. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bu Rivoj 98 da ofisi. Xodimlarimiz erta-yu kech xizmatda. Ko'rib turganingizdek, bu plita seximiz. Xodimlarimiz hammasi plita ishlab chiqarish bilan mashg'ul. Plitalarimiz rossiyskiy qoliplarda quyiladi. 2 metrdan 7,5 metrgacha bo'lgan plitalarni cho'tki qilib quyib beriladi. Istalgan miqdorda cheksiz kutirishlarsiz, hech qanaqa kutirishlarsiz bemalol quyib beramiz deyapti akalarimiz. Operatorimiz bitta o'g'ir asmashdi. Beton plitalarimiz haqida ma'lumot aytib o'taman. Beton plitalarimiz 350 marka betondan tayyorlanadi. Armaturalar 12, 14, 16 lik armaturalarda tayyorlanadi. 2 xil plitalar mavjud bo'ladi. 6 bosimli, 8 bosimli. Bu degani har bir kvadrat metrga 8 bosimlimiz 800 kilo yukni ko'taradi degani azizlar. Bu anchagina yuk degani. O'rnatgandan keyin u standartdan ham oshiq vaznni ko'tarishiga garantiya berilyapti. Quyilish jarayonlarini bir ko'rsatamiz. 350 marka betonda tayyorlangan plitalarimiz mana plastik qolipda ko'rgan bo'lsalaring, vibratorda uriladi, beton qo'yiladi, quyiladi-da, tayyor bo'lgan qoliplarimiz mana parxonalarda quriladi. Bu ko'p joyda uchratilmaydi. E'tibor bergan bo'lsalaring, quruvchi akalarimiz juda yaxshi bilishadi, qanaqa mahsulot sifatli bo'lishini. Plitada qurilgan, parda qurilgan plita yoki temir beton mahsulotlarining hammasi sifatli bo'lishini quruvchi akalarimiz juda yaxshi bilishadi. Mana bu parxona bo'ladi. Bu parxonadan biri nechta ekan zavodimizda, hozir ko'ramiz. Bu yerda plitalar quriydi. 85 gradusda 10 soat davomida plitalar ertalabgacha quriydi. Bunga bir kishi ertalabgacha mas'ul shaxs qolib kuzatib turadi. Qani davom etamiz. Bu plita seximizning birinchisi bo'ladi. Bu tarafga oporalarimizni taklab qo'yishdi, bir ko'rsatib o'ramiz bu tarafda. Bu omborlarimizdan bir qismi. Oporalar haqida ham gapirib o'tamiz, hozircha qarab tursalaring, kuzatib tursalaring, bilib olamiz hammasini. Davom etamiz azizlar. Mana bu apparatga e'tibor beringlar. Hatto ko'rgansizlar. Mana o'sha shag'alni olib kelib, hech qanaqa qiyinchilik, og'ir, yuksiz bemalol nima deydi u? Ko'raymi, katta bir apparat yordamida bir dunyo pesokni olib kelib mana bu bunkerlarning ichiga to'kib beradi. Bu yanada ishchilarga qulaylik qilish emas. Qulaylik nimaga desalaring, ishlab chiqarish quvvati qanchalik yuqori bo'lishi mana shu qulayliklarga bog'liq bo'ladi. Davom etamiz. Mana tayyor bo'lgan betonimizni mana teleshkalarga, aravalarga tepada operatorimiz chiroyli qilib loylarni tayyorlab to'kib berishadi. Oddiy bitta knopka yordamida 1 kuba betonimizni jildirib, mana borib to'kib, miqdorini tekis qilib, yoyib bemalol tashlashadi. Bu vibratorda turibdi hozir. Hamma 400 markali betonimizni stavkalarga olib kelib to'kishyapti. Bunga hozir vibrator urib, ichidagi havo boshlarni chiqarib tashlashadi. Tekis qilib yoyib oladi birinchi. Buni keyin yana bir ko'rsatamiz. Hozir biz plitalarni quyish jarayonini olib ketyapmiz.
Yani xuddi shunday mana oporalarımızga kabi mana plitalarni ham shunaqa teleshkalarimiz mavjud. Bu uje mana vibrator urilib bo'ldi. Birinchi etapida. Hozir yana ikkinchi etapda ustiga mana bu texnikani bosadi, bosib turib yanada qattiq bitta vibrator uradi, ustini yana tekis silliq qilib chiqarishga bitta xizmat qiladi bu ham. Operatorimiz bitta bag'da bitta o'rasiz. Ko'ringlar mana hamma yo'q texnikalar avtomat ravishda boshqariladi. A few moments later. Davom etamiz. Mana ko'rgan bo'lsalaring, vibrator yaxshilab urildi. Hozir ichidagi mana plaston deyiladi, shuni chiqarib turib, buni yana qayta ko'taradi. Uje plitalarimiz yarim tayyor holatga keladi. Bu qolipimizni mana parxonamiz yaqindan bitta ko'rsatamiz. Mana bu chuqurga tashlanadi. Bu chuqurimiz parxona. Bu parda nimaga xizmat qiladi desalaring, bu parda qurishi beton plitani, beton umuman hamma beton mahsulotlarini, temir beton mahsulotlarini sifatini yanada mustahkam, yanada kuchli qilib saqlab qolishga xizmat qiladi. Bunaqa kameralardan bor. Bu ikkinchisi, bu tarafda yana bitta bor. Naryoqda opora, latok, yana plita sexi bor. O'shalardan ham har birida alohida o'zini plita parxonalari bor. Qoliplarimizni bitta ko'rib o'tamiz. Armaturalarimiz. Bu qolipimiz mana tayyorlanish, tozalash jarayonida mana bu qolipimiz uje tayyor holatga kelib qopti. Bu stejin holatda menimcha 59 qolip bo'lsa kerak. Bular issiq holatda turib toza, mana sovuqsa tarang bo'lib yanada cho'ziladi. Va odam ustiga chiqsa mana tagiga tegmaydigan darajada tarang bo'lib turadi. Bu nimaga desalaring, tarang bo'lganda armatura plitani shunchalik mustahkamligini, og'ir yukni ko'tarishini og'ir yukni ko'tarishga xizmat qiladi. Bu yana bitta parxonamiz. Endi azizlar, plita haqida ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha aytib o'tdim. Endi oporalarga bir yana o'tamiz. Bu tarafda latoklarni taklab qo'yishdi. Qiziq bo'lsa, videoning oxirida latok haqida men aytib o'taman. Ana yana o'sha qolipimiz oldiga keldik. Vibrator uryapti hozir akamiz. Qarang, loyimizni qanday qaymoq bo'lib, chiroyli bo'lganini. Hozir buni ustini chiroyli qilib tekizlanadi, petlarni qo'yishadi. Vibratorda bu yanada ichidagi havolar chiqib ketganda mustahkam bo'lib, yanada baquvvat bo'ladi. Bu aparatimizga e'tibor berib qo'yamiz. Aparat damkrat hisoblanadi. Mana bu aparat yordamida armaturalarni tarang qilib tortib olishadi. Buni ham stejin qilib tashlashadi, ham mexanik usulda tortishadi. Mana bunaqa narsalar bor ekan. Buni armaturaga kiygizib, shu mexanik damkrat yordamida tarang qilib tortadi-da, bu yana bu har doimgidek o'sha baquvvat bo'lishiga yana xizmat qiladi. Oyoqdagi ehtiyot bo'lib yuramiz. Operatimizga bitta like bosib qo'yamiz. Ehtiyot bo'lib yuramiz. Bu plitamizning ikkinchi sexi. Akalarimiz mehnat qilishyapti. E'tibor bergan bo'lsalaring, mana plaston taygan loy tashib olingan. Bu loyni yayib olishning birinchi etapi hisoblanadi. Taylariga ham kirish uchun akalarimiz juda ham chiroyli standart bo'yicha hamma narsani ishlarni bajarishyapti. Ustiga hozir setka tashlashadi, loy tashlashadi. Bir turlik qismda ana setka to'qilgan. Petlarimiz har bitta kichkina detalga e'tibor berib qarangizlar. Hozir bu tarafda mana qoliplarimiz tayyor bo'lish jarayonida. Xo'p, sizlarga latok yana omborimiz haqida bir ko'rsatib o'taman. Operatorimiz yana ehtiyot bo'lib yuramiz.
Armaturalar mana stajning holatiga tayyor qilinyapti. Qizdirilganda armatura nimaga qizdiradi desalaring, bu ham yana bitta ma'lumot sifatida aytib o'taman. Armatura qiziganda holatidan yana uzunroq bo'ladi. Uzayadi-da, qolipga tashaladi. Mana bunda yana quloqchalar mana svarka qilishyapti. Ikkita quloqcha deyiladi, mana shunisi. Shunda kiyiladi. Kiyilganda qolipga kiyilganda soviganda armatura o'zini holatiga qaytadi. Qaytganda sovib taranglashadi. Taranglashib yana tarang holatga keladi. Bu tarafda plita omborimiz. Bu plitalarning hammasini egasi bor azizlar. Ishlab chiqarish quvvati katta, juda katta buyurtmalar berilar ekan ularga. Qancha ko'p buyurtma berilsa, shuncha yana tez qilib berilaverar ekan. Tepa tarafdan bir ko'rsatib yuboramiz. Operatorimiz bitta pauzani bosib olamiz. Tepaga chiqamiz. Ha, tepaga chiqib oldik. Plitalarimiz ustida yuribmiz mana. Tepadan qaraganda zavodimiz bitta tayyor bo'lgan plitalarimiz chiroyli qilib taglanadi. Mijozimizga tayyor holatda turibdi. Quruvchi akalarimiz bo'ldi jo'nating deyishganda, shuni yuklab jo'natib yuboriladigan holatda turibdi. Bu yerda qarasak bu tarafda latok ham bor ekan. Men latok haqida ham bir ma'lumotlar aytib o'taman. Mana latoklarimiz azizlar. LK6. Latoklar LK6 turkumidagi latoklar. Bular 6 metr, 5 metr bo'ladi. Lekin bizda mijozlarimizning talabiga binoan 2 metr, 3 metr, 4 metr, 5 metr xohlagandek qilib o'lchamda qilib beriladi. Bu latoklarimizni balandligi 44 sm, og'zi 63 sm hisoblanadi, tayi 38 sm. Kim uyida ketmon chopib, o't yulib, charchab ketgan bo'lsa, mana bemalol mana shu betondan shunday qo'yib yuboringlar, qutulasizlar. Suvni ham tejashdi, yana bir yo'li bo'ladi. Keyin umuman o't, shunaqa narsalardan qutulasizlar. Bu tarafda akalarimiz yangi zavod qurishyapti, yana bir qo'shimcha ishlab chiqarish. Buni yaqinda xudo xolasa tez orada nima ishlab chiqarish yo'lga qo'yilganligini e'lon qilamiz. Kutib turinglar. Xullas, menimcha bor gapni aytib bo'ldim. Operatorimiz bitta mana shu zavodimiz boshdan oxirigacha yaxshilab olasiz. Shu joyda videoni yakunlaymiz. Yana kimga mana shunday beton, plita, stalba, latok, FBS bloklarimiz ham bor. FBS bloklardan yana kimga kerak bo'lsa, quyidagi raqamga murojaat qilinglar. Mana shu qurilish sohasida yurgan akalarimizga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Aloqadamiz.